Assalomu alaykum. Mana inkubatorimiz. Mana yangi bitgan. Ichida tovuq fleykalar turibdi. Endi bu tovuq fleykalar jinday zazor bilan bunaqa kengroq bo'lganining sababi mana bu induklatogimiz endi kattaroq bo'ladi buni. O'shanga bunga moslab qildik. Unda jinday zazor turibdi. Hozir buni zazorni yo'qotish uchun mana bunaqa narsalar berib yuboryapman mana. Orqasiga bitta, oldiga bitta solib qo'yamiz. Tovuq latagini qo'yadigan bo'lsak. Mana. Bo'ldi, zazor yo'q, luft yo'qoldi. Mana shular komplet o'zida ketyapti, reykasi. Keyin mana 3 ta mana shu induklatogimiz bor. Bunda 63 tadan indukmi yoki o'rdakmi, o'sha kurkani tuxumini qo'yib ochirsangiz bo'laveradi. Birdaniga bunga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi, bunda yoki tovuqqa ishlatishingiz mumkin mana. Mana inkubatorda ichki holati, mana korzinkasi bor, ikkita suv idish. O'sha osilib turgan ventilyator namlikni boshqarish uchun. Mana bu yerda hamma yo'g'i nastroykalarni joy-joyiga qilib qo'yganman. Mana yangi bugun bitgan inkubator mana. O'sha oldingi borgan inkubator bilan bir xil inkubator.